Xo'p, qadrdonlar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Bugun 19-mart 2025-yil. Biz jamoamiz bilan birgalikda yana bir xonadonimizning tunuka fonishini Andijon viloyati Asaka tumani Oqbo'rada juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu jamoadoshlarimizdan biri, ya'ni bizning ustalarimiz. Bunaqa ustalarimizdan yana 10 ta brigadamiz mavjud. Jami bo'lib 50 ta 60 ta odam bo'lib ishlaymiz. Siz agar bizga buyurtma qilsangiz, sizning xonadoningizni tez fursatlarda sifatli ko'rinishda bitirib beramiz. Do'stim, ishda qiynalmadinglarmi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi. Qalay holatda bitta oshda? Yaxshi, o'ta ham go'zal holatda bo'lsin. Doimiy, inshaalloh. Xudo xolasa biz xizmatdamiz, inshaalloh. Bizga buyurtma yurtdoshlarimiz pardeshyap turasiz. bo'ldi. Bizga buyurtma qilmoqchi bo'lib yurganlar ko'ngilda xotirjam qilib buyurtma qilaverasizlar. Xudo xohlasa sizning xonadoningizni o'zimizning xonadonimizdaqa chiroyli qilib bitirib beramiz. Xo'p do'stlar, bo'lmasam video boshidan sizga men ushbu xonadonimizning ma'lumotini berib o'taman. Ushbu xonadonimizga qancha kvadrat tunuka ketganini. Siz esa agar malol kelmasa, mana shu videoga bir dona laykni gumburlatib bosib qo'yasiz va videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng ushbu videomiz tagiga kommentariya yozib qoldirasiz. Chunki biz siz uchun, aynan siz uchun mana shunaqa videolar tayyorlayapmiz. Mehnatimizni to'g'ri baholaysiz degan umiddaman. Kommentariya yozib qoldirsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p do'stlar, biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunukaning rasxodiga hisoblaganda 230 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik va xonadon egasiga tunuka foni oynasi, ya'ni mana bu oyna rombiyimiz tarnovi turbalari bilan birgalikda 2760 dollarga barcha xarajati ichida bitkazib berdik, hurmatli obunachilar. Agar sizlar ham xonadoningizda mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunuka fon qilmoqchi bo'lsanglar, albatta mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar va biz bilan bog'laninglar. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizlarniki bo'lishi mumkin. Sizlarda xonadoningizda videoni mana shunaqa chiroyli holatda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Video davomida yana sizlarga batafsil ma'lumotini beramiz ushbu xonadonimiz haqida. Qani bo'lmasam ketdik. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvoza xonasini ko'rib turmoqdasiz. Darvoza xonamiz mana shunaqa oyna rombili, atrofi MDF gulli, juda ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Iloji boricha mana shu fasonimizni tushirib berishga harakat qildik. Darvozamiz tunuka fonimizga tayyor emas holatda ochilib yopilmoqda, lekin xonadon egasi yoqqani uchun mana shu fasonni tushirib berishga bu yerda maksimal darajada harakat qildik. Xonadonimiz perikos bo'lishiga qaramasdan, bizning mohir ustalarimiz mana shu perikos joylarini ham bilintirmaydigan holatda, chiroyli holatda chiqarib berishdi. Ichkari shapkalarimizni mana shunaqa oddiy skromniy fasonda qilib berganmiz. Oldi qosh peshana, alkafon fason, orqasi esa shesigrani karniz holatda bo'lgan. Tarnovlarni ham o'zimiz o'rnatib berdik. Mana bu joylarning tarnovlarini, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'lib bitdi ushbu xonadonimiz ham. Bu ochiq ayvonimizning ko'rinishi, ya'ni letniy oshxonamiz. Mana bu yerda letniy oshxona joylashgan. Ochiq ayvonimizga mana shunaqa klassik uslubda qilib berganmiz. Artishga qulay, mabodo chang bo'lib ketadigan bo'lsa, bemalol artib olsa bo'ladi xonadon egasi. Mana bu joylarni ham o'rab berganmiz, regel tarzda ko'rishingiz mumkin. Biz aytgan kvadrat ichida mana shu joylari 12 metrga 3 metrli ayvonimiz, ya'ni letniy kuxnya. Mana shu joylar ham mavjud. Ichkari shapka aylanasiga 120 sm atrofida chiqqan, hurmatli obunachilar. Mana bu tomonlari ham bor. Shapkamizning bu tomoni 130 cm atrofida chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, devorgacha. Endi tashqari tomonga qarab chiqamiz va tashqari tomonni siz bilan ko'rib chiqamiz. Darvozani ochib yuborasiz, ustalar. Xo'p, qadrdonlar, bu mana ko'cha shapkamizning ko'rinishi. Ko'cha shapkamiz ham mana shunaqa chiroyli holatda bitgan. Mana bu tarnovlarni ham o'zimiz qo'yib berdik. Oldi qosh peshana qilib berganmiz, aytib o'tganimdek, bakoy qismlarini ham yopib berganmiz bu xonadonimizni. Chiroyli holatda, xudo xolasa burchaklarni ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qildik. Ikkovi burchagimiz ham bir xil ko'rinishda, hurmatli do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lib bitdi ushbu xonadonimiz ham. Agar sizlar ham xonadoningizlarga mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunuka fon qilmoqchi bo'lsanglar, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laninglar. Inshaalloh sizlarda xonadonlarda ham shunaqa chiroyli holatda tunuka fon qilib beramiz. Videomizni mana shu joygacha erinmasdan ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga. Bu esa usta Arslonbek jiyanim bo'ladi. Bemalol bunga ham buyurtma qilsangiz bo'ladi.